Yaxshilikda hech qachon ma'rufni siz haqir sanamang. Ehtimol bitta sizdan chiqqan kalima bilan bir odam islomga kirib ketishi mumkin. Mana Qanabiyni islomga kelganligini bilasizlar. Buxoriyning shayxi. O'sha nimani Shu'bat ibn Hajjajni bir og'iz gapi bilan bitta hadis aytib bergan, o'sha bilan islomga kirgan. Aroq ichadigan odam bo'lgan. Basrada chiqib sheriklari bilan bir joyga borib aroq ichamiz deb yo'lda kutib turgan paytda Shu'ba butun nimalari bilan o'zini shogirdlari bilan ko'p jamoatning ichida kelib qolganda bu kishini hay'ati boshqacha ko'ringan. Keyin bu kim bu desa bu muhaddis deyishgan. Borib Shu'bani ulovidan ushlab turib menga hadis ayt degan ekan. Shunda u kishi qarab turib haddasana fulan qala haddasana fulan qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma shi'ta. Oldingi payg'ambarlardan qolgan ilm shuki, agar sen uyalmasang bilganingni qilaver degan hadisda aytgan. Shu hadis u kishining qalbiga yetib bordi. Agar uyalmasang bilganingni qilaver deganda shunday to'xtadidan keyin uyiga kelib turib, uyidagi aroqlar, xamirlarni hammasini olib chiqib to'kib yorib, onasi bilan xayrlashgan ekan, onam men bilan qiyomatda ko'rishasiz degan ekan. Odamlardan so'raganki, kim eng olim odam kim deb so'ralganda, eng olim Imom Malik deyilgan ekan o'sha payt. Malik Madinada bo'lgan. Basradan Madinaga qarab ilm o'rganishga kelgan. Kelib Imom Malikning oldidan qimirlamasdan Imom Malik o'lguncha dars qilgan ekan. Imom Malik dunyodan o'tganlardan keyin Basraga qaytib borganda Shu'ba dunyodan o'tgan bo'lgan. Shuning uchun u kishi nimadan shayxidan bitta hadis rivoyat qilgan. Mana shu hadis. U kishining hayotini o'zgartirib yuborgan. Mana shu uchun biz ma'rufni hech qachon bir haqir sanamaylik. Bir og'iz gapimiz bilan bir odam islomga kirib ketishi mumkin. Siz kerak bo'lsa otib yuboradigan, tashlab yuboradigan taomingizga kimlardir muhtojdir. Yaqinda men YouTube'da bir nimani ko'rdim, bir lavhani Saudiyada bo'lsa kerak, shu tashqariga olib chiqib qo'yibdi, oshlarning ustida go'shi bilan bir 100 cha bor osh. Qayerdadir odamlar, musulmonlar ochidan o'lyapti. Uni yonida bir ko'rsatib qo'yibdi, bir qozonda ovqatni tagiga qolgan, borib yoshlar shu talash qilib turib haligi qirib yeyapti tagini. Qanaqa iymon bu o'sha narsalarni nihot ko'rmaymiz biz. Agar ko'rayotgan bo'lsak, ko'zlar qani? Summun bukmun omyon deb Alloh taolo ularni ko'zlari ko'r bo'lib qolgan, quloqlari kar bo'lib qolgan haqni eshitishlikdan, ummat fahmlari ishlamay qolgan degan odamlarga o'xshab qoldikmi?